Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatlik qarindoshlar, men qarindoshimlar Nabija A'la. Bugungi ixtiyoriy suhbat programmamizda bugun sizlar bilan shu Shangang, Hong Kong'ningki tunigungi bo'lgan Xitoyning Kommunist partiyasining qurilganligi kuni ham bu Shangangning Xitoy qaytarib olganiga 22 yil bo'lgan xotir kunida tunigun bir keng ko'lamli yana bir namoyish bo'lgan bo'ldi. Bunday xabarlarda hammamiz bilgandek 550 ming atrofida Hong Kong xalqi o'rnidan qo'zg'aldi, bu namoyish qatnashdi deydi. Uni oldingi vaqtlarda, ya'ni 6-9dan boshlab 1 milliondan ortiq kishi chiqqan bo'lsa, 6-12 kuni 2 millionga yaqin Hong Kong xalqining namoyish qilganligi Xitoyga qarshi, Xitoyning ya'ni qaytarib ekitish qonuniga qarata norozilik namoyishiniki hozir ulg'uyib, hozir shu hozirgi Shanghai Hong Kong valisining iste'fo berishini talab qilyotdi. Ya'ni 6-13 kundagi namoyishlarni Xitoyning Guangdong o'lkasidan kelgan yoki Xitoyning alayida tarbiyalangan qismlari tarafidan soqchilar qiyofatiga kirib olib, hattoki yaqin oraliqda zaxmlantirilgan qurol ishlatganlikdek, anandan keyin qonliq bostirganligidek bir video ilingan ko'rinishlar bor. Hammamiz ko'rdik. Bir namoyishchini tarafdan qurshab 8-10 Xitoy soqchisiniki qattiq urib dumbalagan ko'rinishlar bor. Bu naq maydondan nimaga ilinib tarqitilgan bo'ldi. Demak, mushunga qarta mushu ham nimasiz tutilgan, gunohsiz tutilgan namoyishlarni qo'yib berish to'g'riliq va bir shaklida mushu qonunni tubdan bekor qilish, anandan keyin hozirgi Shangang valisiniki, Hong Kong valisiniki iste'fo berishni tarafdan qistab bu tungi kun kelganda avjiga chiqqan bo'ldi. Tungi kunda hammamiz ko'rganimizdek parlament binosida qo'ysak bo'ldi bizning tilimizda, yoki bo'lmasa qonun chiqarish mahkamasi desak bo'ladi. Xinjiang Lifahui deydi Xitoychasi. Lifahui degan hamda qonun chiqarish mahkamasi deb oldim men. Shuningga besib kirish orqali bir shaklda Angliyaning bayrog'ini Hong Kong bayrog'ining o'rniga asqanligidek bir ahvollar ko'rinaylik. Hamda bugungi Xitoyning muloyizalarida va bugungi o'tirg'i chiqqan ba'zi bir uchurlarda bu mahkamaning ichiga Harvardagi og'ir bir narsalarni urib, ishtirib, yana chiqib kirganligidek bir ko'rinish bor. Bu ko'rinishni tashkilotchilarning kimligi, salohiyati haqida, bir ikkisining salohiyati haqida nima beribdi. Buningda uni tashkilotchilarning hammasining qo'ldagi oq palay, o'ng qo'lida, so'ng qo'lida bir oq lenta belgisi ekan bu. O'zining odam ekanligi, o'rtaq odam ekanligidan bir belgisi ekan. Xitoyning o'rlashtirgan odamniki, Xitoyning alayida soqchi qismining ekanligi o'tirg'i chiqyotdi. Demak, bir shaklda buni qilganlikka animada Shoxunxun debdi. Shoxunxun degani bundaq jamiyatda yuradigan lükseklar bizning tilimiz bo'yicha. Bunda odamlardan tashkil topgan deyilgan, ammo buning ichiga bu odamning ichiga so'qilib kirgan Xitoyning alayida qismining odam ekanligi. Buni bu namoyishlarning mayli uni oldingi vaqtlarda ilib borgan namoyishlarda hatto qatnashga to'sqinlik bo'lmagan, qatnashga ayrim yo'l ochib turib, qatnash nimaga, hattoki axlatlarni qilayotgan to'kilishiga mushunga yo'l qo'ymay noyatda Xitoyning tili bo'yicha aytganda ularning yuqori sifatli namoyish ilib borganligi ma'lum. Ammo bu shaklda ilib borgan namoyishlarniki bugungi kun, ya'ni o'tgan tungi kunga kelganda bu
derizini çıkıp bastırıp bunun içine kirişninki bu uyanda Xitaylarning bir qo'lliq o'ynagan o'yini borligini buning da o'zining adım aldingi kungi bir 23-slar o'tkazilgan namoyishda bir saqchining namoyishchilar orasiga kirilib u namoyishchilar bayqab qilib uni qo'g'lab surib urib qo'lab chiqqan bir ko'rinish bor bayqab qilib demak mayli namoyishchilarning orasiga har xil şekilde kiriliş olsun, mayli urush talash jiddiy olsun, bu Xitoyning azaldan o'ynab kelayotgan bir o'yin ekanligini, bu o'yinda buni o'yinni Xitoylarning mayli yaqinqi 89-yildagi o'quvchilar harakatida bo'lsin, anandan keyin mana bu Tibetninki qo'zg'algan harakatlarda bo'lsin, namoyishlarda bo'lsin, anandan keyin bizning Sharq Turkistondagi 97-yildagi 5-fevral O'g'ilchi qirg'inchiligida bo'lsin. Andan keyin 5-iyul Urumchi qirg'inchiligida bo'lsin 2019'dagi buni da Xitoyning mushta o'yinlarni o'ynab chiqqanligi hammamizga ma'lum. Ya'ni bir namoyishda bir yana urib chiqish yoki bir Xitoyni urib desib o'ltirib yutish bir shaklida qilayotganligi ashinadimi? Hali Urumchi qirg'inchiligida hammamiz yaqinida ko'rgan. Buning videolari hammamizning ko'z oldida texi bor. Bu 10 yil bo'lgan eslimelerimizde qanda degende aşağıdamı Xitay puhralarini urib etken ko'rinishlarni Xitoy ashuni qayt elib shu ko'rinishni qayt xalqaroga berib mana mushta qildi. Mushta nima qildi deb bir Xitoyni urib qon yuziga kelayotgan ko'rinishi, bir Xitoy lolayning yo'lda o'tirib beshig'i qanab ketgan ko'rinishi mushuni qayt qildi. Mushuni bijagan. Mushu ba'zi mashinalarga o't qo'yilgan, ba'zi yamnikini nima qilib qo'yib kushkirtgan mushuning Xitoyning saqchilarininki buningda oldin rol elib bir shaklida namoyishning shaklini o'zgartirib yutish orqali nima deganda o namoyishning shakli o'zgargandan keyin olib bostirishga bana topadi-ku. Bana topadi qanliq bostirishga. Shunga o'xshagan shaklda buni noiti planliq elib borganiga o'xshash. Bu da akımı Şangang'daki bu mayli urib chiqish olsun. Ana keyin bu urib chiqqan kirgan vaqtida anasiga saqchilar bu yerni tashlab berib chekinib ketgan. Chekinib chiqib ana keyin yerim kechida ana keyin tozalashga kirgan. Demak, ala ana ichida mahkamaning ichiga kirib o tamlaqsizligini sizib nima qilganini qilib buzdigan yerlarni buzib qilib desep qilgan ko'rinishlarni ilib mana bularning asli moyiti tinch shaklda nima qilish emas degan shaklda uni ko'rsatish videolarni-ku. Endi bu nimani anandan keyin Xitoyning valisi qanday qilibdi deganda bu mahkamaga bostirib bo'lgandan keyin mana bularningki mushu nimani qilgan butun ishni qilganlikka jinoiy javobgarlik surishti qilindi degan shaklda qattiq bayonot bergan. Bu bayonotining ayni vaqtda 89-yildagi Li Pengning bergan bayonotiga o'xshash metodda gap qilganligi Xitoylar tahlil qilyapti buni. Demak, nima deganda Xitoyning al-Misaqdan ya'ni azaldan o'ynab kelayotgan o'yini qarshilik harakat qilgan vaqt chiqqan vaqtda uning uchun o'zining odamlarini so'qinib kirgizib, u yerdagi qarshilik qilg'ishlarning shaklini yoki mohiyatini o'zgartirib yetib, ana keyin nima deganda qanliq bostiradigan yoki bir şekilde jinoiy javobgarlik olib boradigan harakatga yo'tkib yetadigan bunday shaklda ilib berayotganligidek narsa o'tirdi. Shunga buningmi mayli buningdan keyingi hozir zaten Hong Kong'ninki chiqqan bu mojarosi mayli o'zining da'vatqanidek buni Hong Kong degan tuniga men uyg'urchani yozib Facebook evet qo'ydim. Tayvan deydi. Bugungi kunda Tayvan agar Xitoyga qarshi, masalan, Tayvanda Xitoyning media vositalarining ovozining kuchliligi, Xitoy kommunistning qo'llovchilariniki o'zi pul berib qo'llayotgan insonlarningki oshkora shaklda o'tirib chiqib namoyish qilish olsun va yoki ba'zi bir axborot medialarini kontrol qilish olsun, bu jihatdagi nimasini ish berayotganligini, agar buni kontrol ostiga olmasa, Tayvanning atisi hozirgi Hong Kongga o'xshaydilar. Hong Kongning bugungi mana bir qonunni amaldan qoldiramay, o'zlarining kishilik haq-huquqini anglatolmay hukumatga bo'layotgan holati
holatiga keldi qoldigini. Hong Kong agar mushu holatini o'zining qonun haq-huquqlarini 22 yildan oldidagi Angliyaning vaqtidagi haq-huquqlari va uningdan o'ziga mustaqil bo'lgan haq-huquqlari ekanmasa, ishkirdiki hozir Xitoyning ichki o'lkalariga o'xshab, hozir Shanxayda ayna do'qmush-do'qmushda yanfillarni tekshiriladigan ularning kishilik haq-huquqini daxlsiz yana so'raqsizlam akla telefonini akla so'nkani acha akla nimani degan shaklda manda harakatning kishilik huquqiga daxl darzi uchraydiganligini agar ishkirdiki Xitoyning hozirgi mush haq-huquqlaridan teklif uchrayotganligiga qarshilik yoki buning bir harakatini ilib bormasa, atse Sharq Turkistonga o'xshaydi. Sharq Turkistonning hozir hech qanday bir gunohsiz, hech qanday bir sababsiz bir bo'hton batnamlar bilan qadavlatdi. Chiroylari tuntish apparatlari bilan kontrol ostiga qilyotdi. Ishki a'zolari o'g'irlanib, xalqqa ayaga shuni apirib setyotdi. Xalqan shaklda turmudi yetyotdi. Xalqan shaklda ulayotdi. O'zi nima qilmagan shaklda majburiy ulayotdi. Anandan keyin degan vaqtida haq huquqlari, diniy haq huquqi, iqtisodiy, siyosiy hech nimasi kapolat uyg'unmaga asosda o'limni kutib turishdan boshqa chorasiz holatda yashayapti. Demak, Sharq Turkiston xalqining ahvoli bugungi ahvoliga kelib qoladiganligi Xitoyning. Agar Sharq Turkiston xalqi bugunmi sukut tutilsa, bugunmi buningga bo'lib o'tib ketadi deb mushlatsa, tarixdan, ya'ni yer sharidan yo'qolib ketish xavfi keldiganligidek bir narsani so'zlangan narsani tarjima qilib bizani gibi aylantirib Facebookga yo'llab qo'ydim. Demak, nima deganda Sharq Turkiston xalqining ahvolini demedim. Hozir o'zimning nimasiga olinib da'vataman. Demak, nima deganda bugungi bizning Sharq Turkiston xalqining bugungi ahvolimiz qarta hammamizning sukut turib, hammamiz imkoniyatimiz yetgan ishni qilmay, yetmagan ishni qila oladigan odamsa kalisi o'qishi, yetmagan ishning g'alvasini qilib, qiladigan ishimizni qilmay, ish qilishni ishni izlab topmay, uning uchun bundan kuchimiz yetmaydigan hozirgi amaliy reallik uyg'un kelmagan bizdan mal qursak bo'ldi degan, bizdan uni qursak bo'ldi, bizdan darna qursak bo'ldi, bizdan qursak bo'ldi, bizdan uni qursak bo'ldi. Hammaning asosi hammamiz o'zimizning miyani ideyamizni mush Xitoydan qutulishni, Xitoyga qarshi harakatimizni o'zimiz imkoniyatda davomlashni qilsak, biz har nimani qila olamiz. Agar mushalam azod bo'lmasa, biz ma'limi qurolmaymiz, davlatni qurolmaymiz, bolamizni ona tilida tarbiyalaymiz, o'zimizni tarbiyalaymiz, mush holatda yo'qolib ketamiz. Eng muhimi miya. Miya azod bo'lmasa, mayli davlatimizni appasini tutib turolmaymiz. Eng muhimi bizning mush ideyamiz, mush kallamiz, mush tefakkurimiz. Agar o'zimizning Sharq Turkistonning manfaatiga uyg'un shaklda tefakkur qilolmasak, uyg'un shaklda harakat qilolmasak, uyg'un shaklda imkoniyatimiz hozir bor imkoniyatimiz bor ishni foydalanmasak, vaqtida biz halok bo'lishdan boshqa yo'l yo'q bizga. Biz naqadar qandaqdir biz Amerikaning hozirgi siyosatidan, Xitoy bilan bo'lgan yiriklishidan bundan biz qanday foydalanamiz? Biz bu yerda bir pichki bo'la oldikmi, bo'lanmadikmi? Biz qimmati bor pichki bo'ldikmi yo qimmati yo'q pichki bo'la oldikmi? Buning uchun izlanishimiz kerak. Qandaqdir bugungi Amerika bilan Xitoyning savdo urushi bizni ozod qilib birdi, bizni mustaqil qilib birdi emas. Biz bularning o'ttirishga surkilishdan bizning da'voyimizga qanchalik foyda keladi? Bu qanchalik foydani biz ola olamiz degan bu nuqtadan chiqishni qilsak, inshaalloh bizning niyatimizga, maqsadimizga yetamiz. Ammo biz qandaqdir o'lik holatda Amerika bilan Xitoy urushib jidalmishib, boshqasi urushib, halok bo'lishib, qaysi yansi mayli. Ammo Amerika yanson bu shaklda bilan urib olgan joylayversa, biz aniga xotirjam davlatimizga kiramiz. Bu bengining xiyoli bu. Bengining xiyoli bu. Qarindoshlar, bunday ish bo'lmaydi. Biz avatanni Allohning izni bilan o'zimiz bedel to'lab olamiz. Biz bedelga, biz pichkiga, biz shu qimmat yerimsak hech kim bizni ishlatmaydi. Hech kim bizga mablag' solmaydi. Hech kim bizga bunday qarab, bir qarabmi qayim, tabassum qilmoq, bunday bir ko'zni qirdimi qaramaydi bizga. Onun uchun bu yerdagi hamma narsani o'zimizga bog'liq. O'zimiz fursatni. Biz bizdan Erdo'g'an Beijingga beribdi. Erdo'g'an aqibdi, Erdo'g'an po'qibdi. Vay musulmon davlatlardagi qanday musulmon go'yli, voy ahvobdi ko'p, qanday musulmon o'g'ilning deb
Hiçbir ağırlışımızdan işimiz yok. Çünkü biz evvel soğanı yüzümüzü koyup bakalım. Biz vatanımız için, biz Şarkı Türkistan için qanchalik bedel töleýärdik, hem töläwatymyz. Bizning urug'liqimiz, şahsen mening akam, açam türmede ekan. Men nima ish qiladim? Men nima ish qilawatim? Buni savol qo'ysak, buningga din yüzümüzden sual cevap alsak, bunun cevabı çıktı. Biz yüzümüzden cevap ilişinin o'rniga sebepni ve başkalarının izlişimiz. Hatta ki Şarkı Türkistan'ın isminden, yoki dinidan, yoki unundan, bunun hemmisi şu vaktimizni isrof qilishdan boshqa narsa emas. Şarkı Türkistan'ın birla ismi var. Şarkı Türkistan'da. Bunun başka ismi yok. Biz şu Şarkı Türkistan'ın diki bir Uygur milleti. Yani şu Şarkı Türkistan'ın kanunluk, Şarkı Türkistan'ın tuprak xeti bizning qo'limizda, Uyg'urning qo'lida. Mana shu inson Uyg'urning qo'lida. Uyg'ur tuproqning nimasi qonunliq egisi. Ama biz bu yerda boshqa turkiy millatlarla o'rtoqlashib, bular bilan hamnafas yashaymiz. Bular bilan birlikda bu davlatimizni quramiz va taraqqiy qildiramiz va ravnaq topdiramiz. Bundan keyin mushuning avlodlari, mushaylik xalqning avlodlari, mush turkiy xalqlar yaşaydı. Bu vatanni biz alalamdık. Allah bizga berdi-mi bu nusratni? Beremdi, bermemdi. Siz bilan bizning tirishchiligimizga bog'liq. Siz bilan biz uning tirishchiligini qilmay, boshqa shaklda sababni boshqalardan izlash, boshqalarga döngash, boshqalardan qusur izlash, boshqalardan nima izlash, bu hech qachon vaqtimizni o'zimizni isrof qilishdan boshqa narsa emas. Bugungi kunda Hong Kongning masalasini degishimizga sabab Hong Kongning tungi ahvoli bu yerga kelib, bu yerda o'ynayotgan o'yinni demoqchiman. Bu yerda mayli Xitoy, mayli o'zining adamini salsin, namoyishning shaklini burmalasin, mayli qanday qilsin, qanday qilmasin, ammo bu haq huquqini, ya'ni shu Hong Kong xalqi agar shu Hong Kong lozim bo'lsa, shu bedelni to'lab erishga tayyorlansa bo'ladi. Xuddi Sharq Turkistonmi, Sharq Turkiston xalqi, siz bilan bizda xalq. Agar shu vatan lozim bo'lsa, siz bilan biz bedel to'lashni talab qilamiz. Shu vatan. Biz bedel to'lmay vatanni ololmaymiz. Og'zimiz gap bilan, Facebook bilan, WhatsApp bilan va yoki Twitter bilan og'lamaydi. Faqat Twitter, WhatsApp, bu Facebook nima deganda bizning bir vositamiz. Shu vatanni elish uchun qo'llanayotgan bir vositamiz. Balkim bu yerda biz qisman shaklda yoki bir shaklda bir hozirgi ijtimoiy uchur davrining taraqqiyotidagi uchur davridan foydalanib, biz ba'zi bir o'zimizning ko'z qarashini, ba'zi bir yangi nuqtalarimizni, ba'zi bir yangi uchurlarimizni xalqimiz bilan o'rtoqlashish uchun buni ishlatishimiz mumkin. Ammo bu bizga o'zimizning davosiga va mustaqilligimizga foyda yetkazadigan tarafga aylantirishimiz. Qandaqdir buni BBC'mizni tillaydigan qurol, bir-birimizni seslaydigan qurol, tashkilotni seslaydigan qurol, uni qiladigan emas, Xitoyni tillaydigan, dushmanni tillaydigan, dushmanga zarba beradigan qurol qila olishimiz kerak. Şu vaqtida anandikin bunun önümünü, bunun haqiqiy qimmatini paylangan bo'lamiz. Unda bo'lmasa bir şekilde ziyan bo'ladi. Shuning uchun biz bu vatanni qurib chiqish uchun biz fidokorligimiz kerak. Bizcha bedel to'lashimiz kerak. Bu bedel biz deganda iqtisodiy bedel oldu, bu nima bedel oldu. Yana bir gap, bu shu gaplarni to'la olmayman. O'lim Allah, ho ziyolilar, ho dunyoda tashlatib nima ish qilyapsizlar? Hammasi o'zining ishini qilyapti. Yani şunu dep qo'y, hammadan o'zining tashkilot, o'zining qilaoladigan ish chevresida ish qilyapti. Hamma odam qilmoqchi bo'lgan odam boshqalarga xitob qilishdan burun o'ziga xitob qilish kerak. O'ziga xitob qilib, men nima ish qilyapman? Men nima ish qilyapman? Yo'l mengishga nima qilyotganlar bor? Yo'l mengish uchun oyoq vermiz, mayoq vermiz deydigan avval yo'l mengishdan burun siz qarindishim, avval tayyorligingiz olsun. Siz yo'l manganda non ketidi, yo'lda suv ketidi, yo'lda sizga mana kompas ketidi, sizga soat vaqt ketidi, bundaq vaqtni belgilaydigan ko'rdiganga. Anandan keyin siz shu yo'lning jo'grafiyalik ahvolini bilish ketidi. Sizning badan safaringiz yetisham bu ketidi. Buningga tayyorligingiz, buning tayyorligini qiling. Buning tayyorligini qilishdan qilmay turib siz oyoq mangsangiz bo'ldi, nima boshlasangiz buyoqqa mangsa qoldi, deb mandayliq uxlab qopib gap qilganda gap qilib qo'ysanlar qarindoshlar. Davo, mavo nayt sistem bilan, nayt planliq, nayt yaxshi harakat projekt bilan amalga oshadigan narsa mustaqillik.
Undaylık kulak opap kekip koygan bilen, oy dep koygan bilen işimiz el olmaydı. Onun için gepning kıskartması aldığımızda kılalaydigan işlerimiz 65. yol şu 2009'daki Ürümçi qirg'inchiligining 10 yillik kelyapti qarindoshlar. Buning uchun dunyoning hamma yeridagi tashkilotlar kuchining yetishicha mana namoyish o'rinlashtiruqliq Xitoy elchixonasining oldi va boshqa o'rinlarda. Shuning uchun buningga hammamiz qanchalik tayyorlab bo'la oldik. Sayohat ketganda sayohat bo'lgan rayonimizga chiqa oldik va yoki qancha xil shaklda buningga biz bir hassimizni qo'sha olamiz. Hozirgi bizning qo'limizdan keladigan bugungi qila oladigan ishimiz bu ekan. Bu ishni qilib turish bilan birga kelgusiga nima tayyorligimiz va qanday ishni qila olamiz, qanday ishni qila olmaymiz. Bu to'g'riliq izlansak, bu to'g'riliq har qachon hammamiz o'zimizdan savol va javob olib tursak yaxshi bo'ladi deb qarayman qarindoshlar. Shuning uchun boshqalarga xitob qilishdan burun, boshqalarga ani qil, mani qil, nima ish qilyapsiz deyishdan burun, avval o'zim men nima ish qilyapman? Men nima ish qila oldim? Qaysi ishni qildim, qaysini qila olmadim? deb mana daftarimizni tutib qila oladigan ishimizni yozib, qila olmagan ishimizni bunda xato belgi urib mansak qarindoshlar, men ishni qila olmabdim deb ma'at qila olmasak, yana bir hafta qilib baqaling, yana bir hafta qilib baqaling qarindoshlar. Qilishga tirishili. Ammo o'zimiz bir ishga tirishmay turib, boshqalardan vaysash, o'zimizning millatidan vaysashdan sirt boshqa turishliq davlatimizning arboblari yo davlat nimalardan vaysash, ularga qaqshash o'zimizni furitishdan boshqa narsa emas. Xalqning bir nimasini mit qilib qo'ymaydi. O vatan bizniki, xalqning vatani emas. Biz turayotgan davlatdagi liderlarning yana bizning vatani emas o. Amerikaning vatani emas. Faqat o vatan bizniki. O vatanni biz fidokorlik qilamiz. Biz shu degan jonni, shu degan molni, shu degan vaqtni berib biz olamiz. Agar biz beramasak, bizdan keyinmi beramasa og'lanmaydi. Bizning ajdodlarimiz berib o'zining vazifasini o'talaganlar vazifasini o'tab tarix betiga yozildi. Vazifasini o'tamaganlar tarix betidimi qoldi o'zining nom nishonsiz yasab Allohning oldiga ketdi. Allohning oldida u nishonlarni Allohning oldida javob berdi. Endi siz bilan biz bugungi kunda biz bu nom nishonsiz yashamdik ya Allohning yoki bo'lmasa shu tarixning betiga bu dunyodagi. U dunyodagi Allohning daftariga qanday shaklda yozilib boramiz? Bu shaklda buni o'ylasak, buning uchun javob izlasak, buning uchun tafakkur qilsak, nayt yaxshi bo'ladi deb qarayman qarindoshlar. Vaqt munosabati bilan mushunchalik gap qilay, gapimning to'g'ri yerlarini qabul qilinglar qarindoshlar. Xatolar qilib qolsin. Balkim men o'zimning tushunchasi, o'zimning his qilganini, o'zimning tuyg'ularini har bilan mushtaq shaklda o'rtoqlashishni qilmay shu erkin suhbat shaklda ilib borman qarindoshlar. Buni rangli qo'yib, bo'yab, ya qishini taraf, yuzini qarab qilmaymiz. Faqat bir shakldagi to'g'ri yerlar o'z qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashib qolsak degan maqsad muddo bilan ishlaymiz programmamizda qarindoshlar. Shuning uchun to'g'ri yerni qilib, xatolarni qildirib qo'yishingni talab qilaman. Hammanglarni solih duoda yod etishib turishingni umid qilaman. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi.